Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Zahrdor, Texnikar kanali va bu video to'g'risi bu o'zim uchun olinyapti, chunki xudo xolasa mana shu avtomobil xudo xolasa sotiladi. Bu avtomobil 20-yil bor yo'g'i 62208 kilometr yurgan. Bu oilaviy avtomobil, oila uchun olingan va men nimani eng muhimini bildim. Bu narsalarga bog'lanish kerak emas ekan. Baribir ertaga kechmi siz bu hayotda yo'q bo'lib ketasiz. Bu narsalar qoladi baribir. To'g'risi mana shu 20-yilda avtosalondan olinganda men shu avtomobil prosta yashqirib qolganman. Rostdan ham hozirgi paytda 26-yilga qaraganda 26-yilga kelganda Chevrolet Cobalt hozirgi paytda ham eng zo'r avtomobil deb hisoblanadi va to'g'risi Cobaltdan yaxshi avtomobil to'g'risi hali ko'rmadim. Mana Gentra deydi, to'g'risi menga Gentra yoqmadi, chunki u hozircha bitta minusi men uchun bu prosta chuqur. Slishkam chuqurligi bo'lgani uchun o'tirayotganingizda qanaqadir lotkagami tushib qolasizda. Xullas, bu videoning maqsadi nima? Birinchidan men o'zim uchun videoga olyapman. Может быть, YouTube'ga chiqarishim mumkindir, может быть, yo'qdir. Prosta video qoladi esdalik bo'lib, chunki bu avtomobil ketib qoladi baribir. Mashinani состоянияsi rosa idealniy. Chunki 62 ming probeg bo'lib, endi tasavvur qilinglar, yiliga 10 ming bo'lyapti yurishi. Keyin daraботкалар qilingan joylari faqat tashqari tomon. Vilayet, Sofara, Pestочный и так далее. Keyingi maqsad nima desalaringiz, hozircha bu sir bo'lib qoladi. Chunki eng yomoni bu o'zingizni maqsadingizni kimdirga aytib qo'yish. Hali shubha bo'lmaganda. Hozirgi paytda bugun xudo xolasa yakshanba va bugun mashina bozor. Lekin hozir esa biz avtomobilga boryapmiz. Xo'p, avtomobil yo'qda xudo xolasa. В общем и целом, kratко aytsam, nimalar tashqari tomoni farq qilingan, shuni men aytib bersam. Birinchidan LED uстановка qilingan va sochный sabzrang o'ziniki dinoy lampochkasi, uzoqdan qarasalaringiz va reально chiroyli. Вообще almashtirish bu stop faralar va sezgan bo'lsalaringiz, даже mana bu nomer ustidagi nikelni o'sha antifron bo'ldi. Значог'i и, кстати, Cobalt LTZ shunday qoldi, lekin bardachokda bor. Shu qora yozuvi prosta vaqt bo'lmadi almashtirishga. Hal shu ustida tomon qilingan va tonirovka, yon va lobovoy oynalari солнцезащитная plyonka tortilgan, qora plyonkasidan variantidan va bolt va tashqari tomon shu qilingan. Ichkari tomon oddiy arzongina bar. Prosta хотя бы подлокотник qo'yishga, qo'l qo'yish uchun va zamshvi deydimi, nima bu nima, tipa zamshmi, mexmi, charmmi, nima deydi buni. Mana bu torpedkaga va eng nimasi zo'r, shu qora olganingizdan keyin bitta ham oynadan отражение bo'lmas ekan. Shuni mazza qil. Shuning uchun baribir video o'zim uchun olyapman, kimga aytib beryapman. Mayli. Videoregistrator обычный to'g'risi ishlamayapti. Bilmayman nega, fleshkani debmi. Ko'ramizda. O'sha video 22-marta olingan va 25-marta sotildi. Juda yaxshi narxga va o'shani puliga 23-yilga Cobalt olsa bo'lar edi. Imенно hozirgi video oxirgi marta olindi. Bu farın ertesi bir var.
Bilganingizda edi, menda bu avtomobil bilan bog'liq qanchalik ko'p xotiralar bor. 6 yil ichida u faqat bitta jarima oldi, palasini bosganim uchun. Biz mashinani shunchalik asradikki, begona odamlar ham o'tirmagan. Albatta, menda juda tez haydaygan paytlarim bo'lgan, lekin bir hodisadan keyin men o'z xavfsizligimni va boshqalar haqida ham o'ylash boshladim. Mashinani kam yuvardik, lekin oluvchilardan biri sotishdan oldin polirovka qildingizmi deb so'radi. Bu gapni eshitish men uchun yoqimli bo'ldi, to'g'risini aytsam. Tushunishingiz uchun men bu mashinani shunchalik yaxshi ko'ramanki, hatto u haqida video olishga qaror qildim va albatta mashina haqida ko'proq kontent olishni obuna bo'ling.